zo'r. Aptechkalargacha radon turibdi. 77-yil mana aptechkasigacha radon turibdi. 77-yil. Dorilari ham 77-yil mana. Zavod qanday bo'lgan bo'lsa shunday. Bormi shunaqasi? Qarang, bormi shunaqasi? Zavodskiy aptechkasi bilan turibdi. Gaz 24 mashinasi qarang, zavodskiy kitoblar bilan turibdi ekan. Maza qilasizmi? Qarang, hech narsa qilmagan, o'zini zavod holatda turibdi ekan. Eng maza qiladigan joyi buni qarang. Rushnoy mana bu yerda ekan, tortib qo'yasiz mana. Ko'rdingizmi qanaqa maza? Skorchalarni qarang. Salonda ishonasizmi, hidi kelib turibdi. Hali sababi probegi 89,000 kilometr mazofani bosib o'tgan. To'g'risi, men hali 1 yilda 70,000 kilometr masofa bosib o'tdim-da. Bu 77-yil ishlab chiqarilgan ekan. Rullarni qarang, o'zini o'sha original uzun rulda turibdi ekan, zo'r. Salon holati ham original turibdi. Chiroyli holatda. Eng maza qiladigan joyi kraskasi bittagina mana shofyor eshikda bor ekan. Tog'a faqat shu yerda bor, boshqa joyda yo'q. Boshqa joyda. Zo'r mashina turishini qarang, chest limuzinda bu. Zo'r ham vitchalari. Yana eng qizig'i mashinalar hali gaz o'rnatilmagan, mutlaqo benzinda. Motor holati. Tog'am motor qanaqa bo'ladi? Ma'lumot bering endi. Radnoy motor. Nechilik motor, qanaqa motorni tushuntiring-da. Ma'lumotga ega emasmiz bu haqda. Hech narsa ochilmagan, hech narsa qilinmagan. Qarang, zavodda ko'rsating-da birkalarni. Mana SSR yozuvini ko'ryapsizlarmi? Gotievska deyapti. Ana bu qizillari ham uzun gruntovkasi, zavod gruntovkasi. Mana bu zavod gruntovka ekan, qarang. Taglari polностью o'sha gruntovkadan. Bunaqa mashinalar yo'q hozir. Rostdan ham bu bo'lishi mumkin. Faqat muzeyda turishni qarang, ichirali vidini. Keling bu tomonini ko'rsating. Balonlarni almashtirgansiz, to'g'ri? Balon bir marta almashgan. Balon bir marta o'sha zavodga diskada turibdi, zo'r. Bu xullas hozir nima desak, zamonaviy tilda beskich dostup bu. Mana shuni desak bo'ladi. Shunday. Marhamat. Akachlari, buni qarang. Ashkalarni pardovchetda turibdi, to'q mebelni, ashkalar. Zo'r. Chiroq to'qa qismini olamiz. Bu menimcha pavorotnik yoqqanda ko'rsa kerak, to'g'ri? Yo'q, pavorotnik emas, u nimada tuman vaqtida yoqiladi. Tuman vaqtida ana bu yerdan yoqiladi mana. Tushunarli. Yoqsa bo'ladimi buni? Yoqingchi. Chiroqli mana buni yoqadi hozir. Ko'rsatib turingchi. Ana. Zo'rda, eski mashina bo'lishiga qanaqasidan orqa qismini oling, farlarni qarang, qanday chiroyli yonda. Bitta bagajdan ochamiz, to'g'ri? Kushitlar nasatkasi almashgan ekan, turbo yozib qo'yibdi. Zo'r. Aptechkalargacha radon turibdi. 77-yil mana aptechkasigacha radon turibdi. 77-yil. Dorilari ham 77-yil mana. Zavod qanday bo'lgan bo'lsa shunday. Bormi shunaqasi? Qarang, bormi shunaqasi? Zavodskiy aptechkasi bilan turibdi. Kalit instrumentlar mana. Damkrat, nasoslar mana. Hammasi zavod. Bu ham zavodskiy mana bu narsa. Yo'q, uni almashgan. Hamma narsasi bor ekan do'stlar. Tog'a endi buni qarang, bunaqa mashina arzon bo'lmaydi o'zi. Narxini gaplashib chiroyli qilib qo'yaylik, sotiladigan qilib to'g'a. $8,000. O'zini balichiklari bor-ku baribir. 8,000 ga to'g'a. Qanchaga qo'yamiz? 5,000 ga qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, 5,000 ga. 5 ga to'g'ri kelmaydi. Yo'q. To'g'risi bu kishi bilan endi savdolasha olmayman, chunki bunaqa mashina rostdan bozorda bitta. Endi o'zim ham shunaqa radnoy, hamma narsa zavodskiy turgan eski mashina birinchi marta ko'ryapman. To'g'ri sotiladigan narxini qo'yaylik.